Bugungi o'tadigan mavzuimiz operatsion tizim. Operatsion tizim dunyo bo'yicha 3 ta. Windows, Mac OS va Linux. Birinchisi, u haqida gaplashadigan bo'lsak, minus pluslari qaysi kompaniya tomonidan ishlab chiqarilganligi va kimlar uchun. Birinchisi, qaysi kompaniya tomonidan ishlab chiqarilgan? Windows, Microsoft kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan narsa. Ikkinchisi, Mac, Apple kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan narsa hisoblanadi, ya'ni texnika. Bu asosan MacBook va boshqa Mac o'zining kompyuterlariga tushadi. Va Linux esa odamzod tomonidan, programmistlar tomonidan ishlab chiqarilgan operatsion tizim. Xo'p, endi plus va minuslari. Windows plus minus. Xo'p, Windows plus o'yinlarga, studentlarga yoki analarga zo'rg'a, grafik dizaynlarga. Mac ko'proq video montajyorchilarga, ishchilarga va oddiy insonga, kompyuter umuman tushunmaydigan insonga Mac yaxshiroq hisoblanadi. Va minus tomoni shundaki, Linux plus tomoni programmist va hakkerlarga yaxshiroq. Endi minuslar. Windows minusni qotish va xavfsiz kuch bilan kuchli emas. Keyin esa Mac minus tomoni ko'p programmalarni ochamiz va bu Linux minus tomoni oddiy odam ishlata olmaydigan narsa. Keyin endi qaysi odamlarga zo'rroq? Windows asosan student yoki talabalar yoki programmist yoki o'yinchilarga, ya'ni gamerlarga, Mac esa oddiy tushunmaydigan insonlar yoki video montajyorlarga va Linux esa hakkerlarga. Video yoqqan bo'lsa like, podpiska bosing va donatdan tashlab qo'ying. Pul ishlaymiz.